Hürmetli vatandaşlarım, bugünkü leksiyemizi başlayımız. Leksiya da Sıdıka Cürüz, Washington'dan sözdeyimiz. Bugünkü leksiyelerimizin asaslık mezmunu Amerika Koşmuş Ştatları bilen Rusya Federasyası iki devlet rehberlerinin Helsinki'de uçraşkan dinki cihanda payda kılgan tesiri ve göz qarashla. Şundaqla bu söhbətin əhmiyyətini münasibətlik leksiyalar buludu. Qoşumça andın Amerika Qoşmuş Ştatlarının Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti oturuşu ketiyotqan soda, talaş tartışı meselesiga bağlıq buludu. Vatandaşlarının diqqat berişini ümit qılıman. Bugünkü mavzu mundaq birinci mavzu, hörmətli vatandaşım. Prezident Trump'ның Prezident Vladimir Putin bilen görüşkenligi, Rusya bilen birleşip Cungonu çekleşme. Beijing qattiq diqqat qılıvatıdı. Mavzulu haber 7. ayının 17. günü Cungoga nazaret orbiti ilan qılındı. Haber mundaq başlandı. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Prezidenti Trump bilen Rusya Federasyasının Prezidenti Vladimir Putin görüşkenligiga eng diqqat qılıvatqan devlet Jungo bulup qaldı. Tahlilçiler mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin söhbetida Prezident Trump belki Rusya bilan birleşip Jungoni cheklaydi. Yani Rusya bilan birleşip Beijing'nin kelgüsida Amerika'nın o'rniga o'tib, butun dunyoda rol elish qoriniyatini cheklaydi. Hem de Çavuşan yerim arlıda yadrosuzlaştırışını işe aşırdı. Yukarıda işki çekleş, andın birini işe aşırış. Mesela yadrosuzlaştırışını işe aşırış. CNBC televizyası haber kılıp mundaq görsetdi. Tahlilçiler mundaq hesaplaydı. Amerika Qoşmuş Ştatlarının Prezident Trump bilen Rusya Prezidentinin Prezidenti Vladimir Putin'nin yukarı derecelik söhbet ötküzgenligiga agishib, yani 7. ayının 16. günü agishib, Finlandiyada Rusyaga yaqin hoşta dereceden taşqari devlet Jungo, Amerika Jungo iki devlet rehberlerinin münasibetinin yüzlenishiga eng diqqat qilishga başladı. Tahlilçiler şirketi İhtisasşünaslar Fikri Cemiyeti'nin yer şarını kıyas kılış komitetinin müdiri John Ferguson mundaq ko'rsatdi. Bu hafta Finlandiyada o'tkazilgan Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning suhbati Amerika prezidentining an'anaviy ittifoqdosh do'stlari o'rtasidagi birdam sovuq, birdam qiziq munosabatlar. Uning ustiga Rusya bu tarixda Amerika bilan keskin qarshilashib kelgan davlat bilan qo'sh taraflik dialog qurib, shunga bu qatam ikki davlat rahbarlarining suhbati odatdan tashqari dunyoviy diqqat qo'zg'adi. Bu qatam garchi Jungo qatnashmagan bo'lsa, lekin u yana Jungo Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin'nin hoş taraflik söhbet münasibetinin aldıda merkezi mesele bulup kaldı. Prezident Trump, Prezident Vladimir Putin bilen görüştüm burun. Haftanın birinci günü, yani 7. ayının 16. günü muhbirlarga mundaq ko'rsatdi. Jungo to'g'risida ve bizning ortak dostumuz Xi Jinping meselesi to'g'risida to'xtalamiz. Demek Helsinki'de iki devlet Prezidenti Vladimir Putin bilen Prezident Trump efendi nime dedi? Biz bu qatamki söhbetde dostumuz Jungo to'g'risida ve bizning ortak dostumuz Xi Jinping. Dostumuz Jungo emas, Jungo to'g'risida ve bizning ortak dostumuz Xi Jinping meselesi to'g'risida to'xtalamiz. Jungo Rusya ve Çavuşan bilen chegaralanadi. Jungo Rusya ve Çavuşan bilen chegaralanadi. Çavuşan'ı yadrosuzlashtirish meselesida her qanday Amerika bilen Rusya birleş ahvollari Jungoga ta'sir ko'rsatish jihatda yordam sakrash önemi paydo qiladi. Rusya ile Amerika'dan uchrashishi Jungoga nisbatan yordam sakrash önemi paydo qiladi.
Cungo Çavşan yerim arlı meselesiga yadroliq qatnaşqıçıdır. Agar Prezident Trump Rossiyaning Çavşan ko'rsatadigan ta'siri kuchini yuqori ko'taradigan bo'lsa, undaqda Prezident Trump Jungoning qo'llashiga haddidan ziyoda tayinlashni azaytgan bo'ladi. Masalan, Jungo yadrosizlashtirishga yordam qilasan degan gapni azaytishning oldingi sharti Rossiya Amerika munosabatini yaxshilash. Mushu munosabat yaxshilansa, Amerika Jungoga tayinibmi o'ltirmaydi bu masalada, deydi Ferguson. 4 soat davomlashgan suhbatdan keyin Prezident mundaq jakarladi. Prezident Trump mundaq jakarladi. Rossiya bilan Amerikaning navbatdagi qo'pol munosabatlarini endi o'tmishga aylandi. 5 soat suhbatdan keyin Prezident Trump mundaq jakarladi. Rossiya bilan Amerika Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi qo'pol munosabatlar endi o'tmishga aylandi. 4 soat burun Prezident Vladimir Putin ikki taraf munosabatlarini ikki taraf qabul qila oladigan saviyaga elib kelishimiz lozim deb ko'rsatdi. Ikki davlat rahbarining bu qatimqi suhbati va suhbatning simvolik ahamiyati 2014-yillardan boshlangan Rossiyani yetim qoldirish siyosatining oxirlashganligining belgisidir. 2014-yildan boshlab Rossiyani yetim qoldirish siyosatining oxirlashganligining belgisidir. Masalan, ikki davlat munosabati Rossiya Federatsiyasi, Amerika Qo'shma Shtatlar prezidentlar suhbati shuning belgisidir. Bu suhbat Prezident Trump aytgandek Amerika Rossiya munosabatining yaxshi boshlanishi bo'lib qolamdi. Bu qatam suhbat Rossiya ikki davlat munosabatining Amerika Rossiya munosabatining yaxshi boshlanishi bo'lib qolamdi. Buning zarbisi zo'r yoki kichikroq bo'lishi mumkinmi? G'arbiy Tinch okean va Tinch okean qirg'oqlarida qandoq yetib kelishi mumkin? Buning zarbisi G'arbiy Tinch okean va Tinch okean qirg'oqlariga qandoq yetib kelishi mumkin? Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning Helsinki suhbati bu yil yozda bir qatam siyosiy sana bo'lib dunyoni terletmekte. Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putinning suhbati bir xil yoziq sana bo'lib hozir butun dunyoni terletmekte. Boeing gazeti mundaq misol keltirdi. Butun dunyo diqqat qilayotgan Germaniya Boeing gazeti mundaq misol keltirdi. Butun dunyo diqqat qilayotgan Helsinki suhbati agar Prezident Trump bilan Prezident Vladimir Putin ximiy aksiya ta'sir paydo qiladigan bo'lsa, dunyoning siyosatini o'zgartirdi.